Hoziroq shu videomizga bittadan like bosib, kommentariyaga o'tib, omad so'zini yozib qo'yamiz, chunki shu shartlarni bajarib keladigan bo'lsalaring, xo'p, ko'rib turgan mini kultivasiya apparatli narxini skidga arzon aksiya narxlarda sizlar uchun taqdim etamiz. Bizda 3 xil modeli do'konimizga yetib kelgan. Xo'p, manzilimiz Marg'ilonda, hokimiyatda to'g'risi joylashgan agrotexnikalar do'koni mini varianti, o'rtacha katta variantidan do'konimizda bor. Bu motobloklarimiz agatlarda ichiga, ekinlarda ichiga, ekinlarda tagiga ishlov berib, ochar shunaqa vazifada ishlash uchun mo'ljallangan bo'ladi. Eng kichik modelini ko'rishlar mumkin. Motori 3 xil variantga bo'linadi. Kichik variantini tanishtirib o'tib ketishni boshlaymiz. Videoni oxirigacha ko'rishlaringni tavsiya qilamiz. Motorlar 44 ga 5 motorli original mini motoblogimiz Kentaur brendidan ko'rishlar mumkin. Xo'p, pichoqlarga bitta ahamiyat berasizlar. Pichoqlari agatlarda ichiga, ishlovlar ichiga o'tlar, ortiq mayda-chuyda ajriqlar bo'ladigan bo'lsa, bemalol o'ldirib, ishlov berib ketish uchun mo'ljallangan. Rol qismlari, o'chiriqdan kinovkalar, gaz sistemalari hamma o'g'ziga qo'yilgan holatda bo'ladi. Ko'rishlar mumkin. Ruchnoy tortib urg'iziladigan variantidan. Xo'p, benziniga 1 litr benzinga 40 gramm nafta aralashtirish ishlatiladi. Sifati juda ham zo'r. Orqa tomonlarida o'zini balon sistemalarigacha qo'yilgan. Narxi kimga qiziq bo'ladigan bo'lsa, 1.500.000 so'mdan do'konimizdan kelib xarid qilishlari mumkin. Yosh kattalar ham, kichiklar ham bemalol olishlar ham bo'laveradi. Endi ikkinchisidagi bunga nisbatan motori ozgina kattaroq modelimiz, asl brendidan ko'rishlar mumkin. Motorining ot kuchi 6 HP qilib yozilgan, 6 tali bo'lmaydi, 5 ot kuchi variantda bo'ladi. Pichoqlarga bitta ahamiyat berasizlar. Pichoqlari mana ko'rishlar mumkin. Frezalari juda ham mustahkam, qalin, katta frezalardan qilib ishlangan. Vozdix sistemalari tepasiga qo'yilgan akalar, ortiq chang boshqa holat bo'ladigan bo'lsa, tepaga chiqazib olish xususiyatiga ega. Gazlar o'chog'idan kinovkalar o'zga qo'yilgan, ruchnoy tortib yurg'iziladi. 1 yildan 6 oydan garantiyalari bilan qilib beramiz. Narxi kimga qiziq bo'ladigan bo'lsa, 1.800.000 so'mdan do'konimizdan kelib bu motoblogimizni xarid qilishlari mumkin. Endi ukam oboroti bundan ham balandroq, motori bundan ham kattaroq bo'lsin degan akalarimizga, xo'p, Kentaur brendidan toza 5 ot kuchli motoblogimizdan yetib keldi. Xo'p, freza qismlari ham uni motobloglar frezasidan, katta frezalar bilan jihozlangan, ko'rishlar mumkin. Orqasiga kichkina ochirlar ulab turishlatsalangan, bemalol tortib beraveradi, quvvati yetadi akalar. Xo'p, tepa tomonda gazlari, o'chiriq qo'yadigan kinovkalari hamma yo'q qo'yilgan holatda. Benzin baki yonboshda joylashgan, oborotlari bu motobloglarimizga nisbatan buniki anchagina kuchli holatda bo'ladi, ko'rishlar mumkin. Ruchnoy tortib yurg'iziladi. Rol qismlari ham, boshqa rol qismlari ham qalin baquvvat rollar bilan jihozlangan, kulish naborlar o'zi komplektda bo'ladi. Narxi kimga qiziq bo'ladigan bo'lsa, 2.400.000 so'mdan do'konimizdan bemalol kelib xarid qilishlari mumkin. To'liqroq ma'lumotlari, to'liq videolari YouTube kanalimizga joylanyapti. Akalar, pastda nomerlarga telefon qilib oladigan bo'lsangiz, o'zlaringiz bilmagan, tushunmagan ma'lumotlar bemalol so'rab olishlaringiz mumkin. Chiroyli narxlar qilib beramiz.